Cloud'ning bu 5 funksiyasi sizni hayotingizni avvalgidan ancha yaxshilaydi. Ishonasizmi shunga? Birinchisi bu bizda memory import, ya'ni xotirani yuklab olish. Agar siz Cloud'da yangi bo'lsangiz va avval buni ishlatmagan bo'lsangiz, lekin boshqa AI platformalar, masalan, ChatGPT, Google Gemini, mana shu platformalardagi butunlay yozishmalar tarixingizni Cloud'ga atigi 30 soniya ichida yuklab olishingiz mumkin. Buning uchun biz Cloud'ga kirib olamiz. Cloud'ga kirgandan keyin o'z profilimizga borib, settingsga kiramiz va search joyidan memory deb qidiramiz. Bu yerda memory chiqqandan so'ng mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Import memory from other AI providers chiqadi. Mana shu yerdan biz start import tugmasini bosamiz va bu yerda bizga Cloud tayyor promptni beradi. Mana shu promptni kopirovat qilib olib, o'zimiz xohlagan platformaga buni jo'natishimiz mumkin. Google Gemini, ChatGPT, men hozir bu yerda ChatGPTga yuklayman va buni yuboraman. ChatGPTga yuborganimizdan so'ng bu analiz qilib chiqadi. Общий hamma yozishmalar tarixini ko'rib chiqib, bizga mana shu haqida barcha ma'lumotlarni mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa holatda qilib beradi. Buni kopirovat qilib olamiz va yana Cloud'ga qaytamiz. Mana bu yerda ikkinchi joyiga, demak, uni past qilib qo'yamiz va add to memory tugmasini bosamiz. Bu lahzada bizada memory import yakunlandi, ya'ni xotiramizni butunlay shu vaqtgacha yozishgan yozishmalar tarixini endi Cloud'da ham bor. Keyingisi bu model selector, ya'ni Cloud'da hozirgi kunda 4 xil model mavjud bo'lib, bu modellar bir-biridan tubdan farqli. Ya'ni ma'lumotlarni analiz qilish, ularga javob berish va ularning tezligi ham bir-biridan farq qiladi. Mana Haiku modeli bu har kun ishlatadigan, sizga juda ham tez javob kerak bo'lsa va oddiy ma'lumotlarni savol-javoblar uchun mana shu modelni ishlatishingiz mumkin. Keyingisi Sonnet modeli. Bu Sonnet modeli har kunlik tasklar uchun juda ham sifatli javoblar kerak bo'ladigan bo'lsa va kreditlarni kamroq ishlatadigan kerak bo'lsa, mana shu modelni ishlatishingiz mumkin. Agar siz murakkab tasklarni bajaradigan bo'lsangiz, matematika, Excel, Word va boshqa proyektlarni qiladigan bo'lsangiz, men sizga Opus modelini maslahat beraman. Mana shu model for complex tasks deb qo'ygan, ya'ni ko'proq kredit ishlatsa ham, lekin murakkab mashqlarni mana shu model orqali bajarishingiz mumkin. Undan keyingisi Fable 5 runs on usage credits deb qo'ygan, ya'ni bu agar sizning pullik planingiz bo'ladigan bo'lsa, pullik plan ichiga bu model kirmaydi. Bu modelni ishlatish uchun alohida siz kredit sotib olishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi bu Gmail Connector funksiyasi, ya'ni Cloud'da siz ko'plab platformalarni, ilovalarni Cloud'ga ulab qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun Gmail, Google Gmailni agar siz Cloud'ga ulab qo'yadigan bo'lsangiz, u o'zi pochtalaringizni o'qiydi, javob beradi. Har xil marketing yoki PR xabarlarni u o'zi tozalab berishi mumkin bo'ladi sizga. Buning uchun biz yana akkauntimizga boramiz, settings bo'limiga kirib, bu yerdan biz connectors bo'limiga o'tamiz va bu yerda mana ko'rib turibmiz, har xil platformalarni, ilovalarni o'zimizda Cloud'ga ulab olsak bo'ladi. Mana Gmailga kirib connect bosamiz va bu bizga shu zahoti Google akkauntimizga ulash uchun havola beradi. Bu yerda o'zimiz ulamoqchi bo'lgan, demak, emailni ko'rsatamiz. Gmailni ulab olish biroz vaqt oladi. Bizni ruxsatimizni so'raydi. Mana ko'rganinglardek, Gmailimizni Cloud'ga ulab oldik. Endi bu orqali biz bu yerda mana permissionlarga, ruxsatnomalarga bu yerdan o'zimiz boshqarishimiz mumkin. Misol uchun always allow, doim ruxsat ber, needs approval, ruxsatimni so'ra yoki blog hech qanaqasiga hech narsa qilma. Bu yerda mana o'zi yozadi, o'chiradi. Hamma narsani qisqasi sizni vaqtingizni tejash uchun ishlaydi. Keyingi 4-funksiyamiz bu Google kalendar yoki Apple kalendarlarni Cloud'ga ulash. Bu ham Gmailga o'xshab oddiygina, shunchaki akkauntga boramiz, settingsga kirib, connectors bo'limiga o'tamiz va bu yerdan biz Google kalendarni connect bosamiz. Va u bizga yana Google akkauntimizga kirish uchun ruxsat so'raydi.
Mana Google kalendarimizni ham ulab oldik. Bu yerda bizga ruxsat berishimiz mumkin bo'lgan yoki bizni ruxsatimizni so'rash mumkin bo'lgan narsalarni mana shu yerdan doim boshqarib tursak bo'ladi. Va oxirgisi 5-inchisi bizda artefaktlar. Agar siz ijodkor odam bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ideyalaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, siz uchun bu eng zo'ri clouddagi Design Labs platformasini ishlatish. Bu yerda siz mobile app dizayn qilsangiz bo'ladi, slaydlarni yaratsangiz bo'ladi, dokumentlar, wireframelar, animationlar, UI mockuplar, rezyumelarni 3D obyektlarni mana shu yerda yaratib, o'zingizga kerakli bo'ladigan barcha narsani qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu 5 funksiya sizni clouddan 10 karra samarali foydalanadigan qiladi. Agar sizga yana 5 ta eng muhim funksiya kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda cloud so'zini yozib qoling va men sizga tashlab beraman. Mana shunday foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.